2025 yil 17 noyabr kuni soat 19 oh-ohda sevimli Tuda o'zbek seriali Kechirning 124 qismi efirga uzatiladi. Bu qism ayniqsa ta'sirli bo'lib, sevgi va sabrning qadrini oylashga majbur qiladi. Ilyos, Yo'l Kamazining haydovchisi va Nasiba, 2 farzandli uy bekasining hayoti hech kimni befarq qoldirmaydi. Ilyos ikkinchi xotini Hamidani turmushga chiqarishni rejalashtiradi. Nasiba esa buni ko'tara olmay, ro'moliga osilib jon beradi. Bozor sovg'asi Ilyos tomonidan to'yga olib kelingan, endi uning xotirasini qayg'uli tarzda eslatmoqda. Marhumaning 3-kunida kelinning uyida Nasibaning kundaligi topildi. U har bir kunini, barcha azob-uqubatlarni batafsil yozgan edi. Nasiba Ilyosni sevganligi uchun barcha qiyinchiliklarga sabr qilgan. Lekin oxirgi voqea ham kuchli ayol uchun ham yengilmas edi. Savol tugiladi, Ilyos bu yo'qotishni yengib o'ta oladimi? Qilgan ishidan afsusdami? Hamida bilan baxt topa oladimi? Kechir tomoshabinlarni qahramonlar bilan hamdard bo'lishga undaydi va haqiqiy hayotiy voqealarga asoslangan holda serialni chuqur va ta'sirli qiladi.